Futbolda ko'rdi. Kecha kim futbolda ko'rdi? Futbolda. Chempion bo'ldikmi? Tabriklaymiz. Qachon qo'yamiz? Haqiqatan zo'r bo'ldi, lekin qiziq holat sezib qoldik. Qiziq holat. Bizda ingliz tilimizga qanday bog'liq joyi bor? Shuni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Diqqat qiling. Aynan siz Sefer guruhiga tayyorgarlik ko'rayotgan guruhga tegishli. Biz ikkita qizil kartochka oldik. Ikkita qizil kartochka oldikmi? Nechta o'yinchi qoldik? 9ta. Yutdik, yutmadikmi? Yutdik. Bravo. Endi biz bog'laymiz. Diqqat qilasizlar. Imtihonga birinchi kuni bordingiz. Imtihonga birinchi kuni borganingizda tasavvur qiling, zo'r ishladingiz. O'xshamay qoldi. Listening bilan reading o'xshamay qoldi. Va yaxshi topshira olmadim deysiz. Lekin writing oson tushib qoldi. Zo'r qildim deysiz. Shunda o'zingizga o'zingiz nima bo'lgan bo'lasiz? Ikkita qizil kartochka olgan bo'lasiz. Ana shu yerda tez taslim bo'lmasligini kecha futbolchilardan o'rgandik. Biz ikkinchi time, ya'ni ikkinchi kundan boshlaymiz. Ikkinchi kunimizda nima bor? Bravo. Ana shuni hisobiga mana buni yopishimiz kerak. Demak, tushkunlikka tez tushib qolmaslikni o'rgandik. Nima demoqchiman, olar tushuna oldingiz, menimcha. Nozik masala bitta. Avvalo bunga tushmaymiz, lekin baribir odamda variant bo'lish kerak. Qanaqa ko'rdingiz, qanaqa jasorat bilan o'ynadilar. Yana birinchi taymda, ikkinchi taymda, yana undan keyin yana ikkita gol urildi. Asli bizga bog'liqda. Asli bizga bog'liq. Kuch topishimiz kerak. Tez taslim bo'lmay o'sha kuni. Hali bording. Chiqdingiz, bo'ldi, bo'lar ish bo'ldi. Tezda imkoniyat. Bor-yo'q 15 minut, plus minusi bor. Lekin 15 minut o'zim zo'r ustun. Aytganmiz-ku buni. Bemalol qoplay oladi. Kelisha oldikmi? Bravo. Endi iltimos qilaman, bitta listing ishlashimiz kerak. Olinglar, telefon onlayn bo'lamiz.